Qadrli Facebookdoshlar, mana ochlik aksiyam boshlaganimga ham 3 soatdan oshdi. Sog'ligim yomonlashgan. Qattiq stressdan ham, suvsizlikdan ham, havo issiq holatida qattiq asabiylashdim, suvsizlandim, ochlik e'lon qildim. Sog'ligim hozir yomonlashgan. Men hayotimni xavfga qo'yib, ochlik e'lon qilishda davom etaman. Hozir o'g'lim skor mashina chaqirmoqchi bo'lib turibdi. Chunki sog'ligim juda ham yomon ahvolga. Meni kuzatib borishlaringizni iltimos qilaman. Men ochlik aksiyamni to'xtatmayman. Bu narsani barchaga kuzatuvchilarga bildirmoqchiman. Iltimos, meni xabarimni, mana shu murojaatimni maksimal darajada tarqatishlaringizni so'rayman.